Shu dizaynerlikka kirib kelganimdan beri ishlagan shotimni prosta ko'rsataman degandim. Faqat 1 yilligini ko'rsata olaman, undan oyog'ini ko'rsata olmayman. Gapsiz bo'lib ketib qoladi, qaranglar. Mana Payme ga kirdim. Hop, ochdim mana. Payme ga kirganimda mana kirim chiqim bor. Mana bu o'zimning kartalarim, hammasi mana bu yerda o'zimning kartalarim. Hech begona karta yo'q. Kirim chiqimga kiraman, qaranglar. Mana bu yerga bosganda 2024 qilaman. 2024 1-yanvardan buyog'i. Ketdi qaranglar. 1 yillik ko'rsatyapman. Hoppa. 1 milliard 359 million. Bu degani kartani o'zida 100 ming dollar 1 yilda aylangan. Bundan tashqari men juda ham ko'p naqd pul olganman. Uni hisob-kitob qilganim yo'q, to'g'risi. Prosta kartadagini ko'rsatyapman. Ko'pchilikga qiziq bo'lgani uchun ko'rsataman. Bu hech qanaqa kibr yoki maqtanish emas, prosta o'sha dizaynerlik orqasidan ishlatsa bo'ladi degan narsani prosta ko'rsatib beryapman sizlarga.